Quruvchilar korobka narxida 875 dollardan kvartira sotishayotgan paytda remontlar tayyor kvartiramiz 1 kvadrati 837 dollardan sotuvga chiqdi. Manzilga keladigan bo'lsa, Toshkent tumani, Avliyo ota mahallasi, 6 qavatli novostroykamizni 5-qavatida joylashgan kvartiramizni sizga tanishtiradigan bo'lsam, 3 xona, 4 xona qilingan. Remontlar tayyor. Kattagina zal, oshxona, mehmonxona, yotoqxona, bolalar xonasi, sanuzul hojatxona ham alohida. Kommunikatsiyalardan muammo yo'q, pishgan g'ishtdan qurilgan. Yonida masjid, maktab, bog'cha juda ham yaqin. Mashina qo'yish uchun muammo yo'q, steyangi katta ekan. Narxiga keladigan bo'lsa, 69500 so'ralyapti. Sunnatiga yana kelishtirib beriladigan joy bor. Egalarining raqami har doimgidek videoning ostiga yozib qo'yilgan. Mabodo kvartiramiz ipotekaga ham beriladi. Bu videoni Yunusobod atrofidan kvartira qidirib yurgan yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Yaxshi uy-joylarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.